Garnacho bilan Rashford sotganda ko'pchilik so'kkan edi, tanqid qilgan edi. Vaholanki 100% haq va 100% to'g'ri bo'lib chiqdi. Endi ko'pincha shu muxlislari gapirgan edi Garnacho bilan Rashfordda, personal muxlislari. Vaholanki bu odam haq bo'lib chiqyapti. Rashford mana Barselonaga kerak emas. Barselona uni sotib olish niyati yo'q ekan. Barselonaga kerak bo'lmagan o'yinchi. Manchester Unitedga nima kerak bor? Kerak emas bizga. Borsin Saudiyaga yoki boshqa ligaga. Lekin Manchesterga qaytib o'ynash kerak emas u. Foydasi yo'q. Yana o'sha narsa takrorlanadi. Yarimta mavsum o'ynab qo'yib, yarimta mavsum yana tashlab yuboradi. Garnachoni menimcha va United o'yini bu narsa uni qanaqa o'yinchiligiga yaqqol misol bo'ldi. Menimcha ko'zinglarni ochtinglar degan umiddaman Garnachoni muxlislari. Leeds bilan o'yindan keyin menga yozib o'turinglar. Garnachoni yomonlab chiqayini deb. Assalomu alaykum. Ko'ryapsizlar Garnachoni ahvolini. Chelsea sotib olmoqchi yozdi uni. Va menimcha APLga bu o'yinchi yaramaydi deb o'ylayman. Saudiyaga yoki boshqa ligaga ketish kerak. Amorimga bo'lsa respekt va rahmat bu o'yinchilardan qutulgani uchun.